Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga zamonaviy avtomobillarda avto hold haqida gaplashamiz. Bu avto hold o'zi nima vazifa bajaradi, buni qanaqa joyda foydalanish kerak va bundan to'g'ri foydalanish haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Deyarli hozir hamma zamonaviy avtomobillarda avto hold bor. Bu avto hold vazifasini sizlarga bir ochiq tushuntirishni boshlaymiz. Mana avtomobilingizni D'ga urdingiz, D'ga urib, siljib ketganingizda buni tormoz bosib turishingiz kerak. Svetoforlar kelganingizda yoki probkalar kelganingizda tormoz qo'yib yuborsangiz, avtomobil o'z-o'zidan harakatlanib ketib qoladi-yu. Shunda sizga avto hold yordamga keladi. Mana bu yerda ko'rsatyapman. Hozir avto hold o'chirdim. Mana avto holdni yondirdingiz, mana ko'rasizmi? Qaysidir avtomobillarda o'zi knopka sifatida keladi. Knopkani bosasiz, avto hold tabloda yonadi, o'shanda ishga tushgan bo'ladi. Hozir avto hold biz ishga tushirib qo'ydik. Endi mana D'ga uramizda, mana harakatlanamiz mana. Ayniqsa shu svetoforlar kelganda hozir o'zi avtomobillar ko'payib ketdi-yu mana. Mana tormoz ozgina bosib turasiz, avto hold ishga tushadi mana. Oyog'imni ko'rsatgan, ikkala oyog'imni ko'rsatib qo'y mana. Ikkala oyog'imni ko'rdilar, mana oyog'im ko'tarilgan, avtomobil lekin D'da turibdi, siljigan yo'q lekin. Avtomobil gazini bosishingiz bilan avtomatik yurib ketyapti. Ko'rdingizmi? Endi bu qulayliklar bor-ku, zamoni shundan talab qilyapti. Mana endi avto hold nima vazifasini bajaradi? Endi siz shaharning ichida emas, shahar aro yurgan bo'lsangiz, buni o'chirib qo'yganingiz ham yaxshi. Chunki sababi har doim yonib turgani ham yaxshi emas. O'shaning uchun juda ko'pchilik shaharda ichib yurganda mashinadan foydalansa, sal bo'lsa ham bor, o'ziga komfort his qiladi-yu, maza qiladi-yu. Har tormoz bosib yoki bo'lmasam D'dan nitrokaga chiqar yoki bo'lmasam bular shunaqa aynan rushni tortib turar ekan, ham avtomat korobkaga foydasi bor, ham tormoz sistemalaringizga, korotkalaringizga, glavniy silindr tormozlarga, vakuumlarga, hamma yoq odamga plus bu. Bundan to'g'ri foydalanishga xolos. Endi sizlarga har doim shunaqa foydali ma'lumotlar beramiz. Sizlar kanalga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab, kommentariyaga iliq so'zlar yozsalaring, sizlardan ilhomlanib, sizlarga yana ko'proq kontent olishni davom etamiz va iloj bo'lsa sizlarda qanaqadir muammo bo'lsa, bizni kommentariyaga kirib yozib ketsalaring, biz o'shanga chiroyli qilib sizlarga tushuntirib video qilib beramiz inshaalloh. Jonlar sog' bo'lsin, yuzlarga tabassum tarik etmasin. Avtoprofessor kanalini kuzatishda davom etinglar.